bolaning balog'atga yetmasdan dunyodan o'tishligi ota-onasi uchun zaxirai oxirat bo'ladi va shafoatchi bo'ladi. Uni Ibrohim alayhissalatu vassalom o'ynatib o'tirarlar to borguningizcha. Alloh taolo sizni imtihon qiladi-yu, sabr qilsangiz mukofot bermaydimi? Ibrohim alayhissalom atrofida yurgan bolalar Alloh jannatga kir desa yo'q derkan. Meni ota-onam kirmasa kirmayman derkan. Alloh taolo u imtihonni hammaga bermaydi-da, lekin bersa sabr qiling. Alloh taolodan umid qilaylik. Inshaalloh u farzandlar bu mukofotning, ya'ni imtihonning mukofoti o'laroq beriladi. Qiyomat kunida bu dunyoda imtihonga uchragan odamlarga berilgan mukofotni ko'rganda odamlar aytar ekanki, o'sha dunyoda meni qaychi bilan qaychilab tashaydigan imtihonga duchor bo'lsa bo'lmasmidi mukofotning kattaligiga derkan.